Xiaoyan 3 yillik kelishimni tamomlab bo'lgandan keyin Yunnan mazhabiga berib qilch sig'ishamaydigan adovat paydo qilib, amalsiz jamoa imperiyasidan ketishga majbur bo'ldi. Buningdan u faqat to'xtamay o'zini kuchli qilgandila, o'zi ko'ngil bildigan odamlarni qo'g'dig'ili bo'lganligini his qilib ketdi. Uning keyingi nishoni Janan Shoyani. Xiaoyan yana qandaq janglar ham tanlashlarga duch keldigandi. Bir mezgillik yangi tavakkul boshlanish oldida turdi. Yunnan mazhabi jamoa imperiyasini jan tikib qo'g'davatıdı. Shu yilgi Yunpotiandan keyin odamni hayron qoldirgudek talant egasi chiqib baxmagan. Lekin Xiaoyan og'am bo'ldi-ku. Hatto Meydushaga o'xshash kuchlilarni uningga yordam qilishni xohlaydigan tursa. Sizning ko'zingiz haqiqatan malton etgan har qiz. Agar u Soltakka ozroq vaqt berilsa, hatto atamamni tikilib qaramaslik mumkin. Lekin u faqat uningga yetarli vaqt berilgan shart ostida bo'ladi. Hozir jamiyatdagi u kishilar faqat burnining uchini ko'ryapti. Mayli qanchalik uzun bo'lsin, men saqlashga rozi. Uning yuqori pallaga yetgan haqiqiy kuchli odamga aylanishini kutaman. Shoyan. Xon qiz saqlashni xohlasimi? Lekin agar tezroq kuchli odamga aylanmasang, xon qizning talanti ham go'zalligi, ya'ni uning kayindagi kuchi bilan o'zini xon qiz bilan qanchalik qiyinchiliklarga duch kelganligini bilsa. Len oqsoqol. Xiaoyan og'amning dadligini bilamsiz. Xiaoyan Begzoda balkim uzoq o'tmay Janan Shoyaniga keladi. Bu mezgilda siz Shoyanning sirtidan biror joyni tepib aram elib eling. Biror jiddiy ish bo'lmasa, Shoyanga yoshirin kirmasangiz bo'ladi. U bu vaylar garchi jamiyatimizning yuzini sotgan bo'lsa-mu, lekin Shoyanning qoidalari naytitchim. Ma'qul. Biror ish bo'lsa, qo'ng'iroq bilan meni chaqirsangizlar, darhol yetib kelaman. Xiaoyan og'a, sizni saqlayman. Shu nersanglar? Siz kelsiz-ku. Siz mutaqda mashq qilib tushdingizmi? Bayshan og'a, mening yana ozroq ishim bor edi. Boshda men mang'ashtiray. Rolin ustoz. Shuner, sizni izlayotgandim. Nemish edi Rolin ustoz? Yani yarim aydan keyin Shoyanning daraja o'stirish musobaqasi bo'ladi. Bilishingiz kerak. Darajasi oldingi 20 ning ichiga kiralsa, Shoyanning ichiga kirib daraja o'stirish salohiyati bo'ladi. Asli bulturlik qatnasha olaytingiz, lekin voz kechdingiz. Bultur men bu yerga endi kelgan tursam, og'achilarimdan talashsam qanday bo'ladi? Bo'ldi qiling. Nima o'ylaydiganligingizni bilmay qolamdim. Siz shu Soltak bilan birga qatnashmoqchi-ku shu. Xiaoyan degan Soltak meni ahmoq qilishib bitindi desa, uning shu yilgi aram elishini men qancha cho'ng besim ostida hal qildim. Amdilikda uning qarisimi ko'rinmaydi. Tazimmi bir. Agar siz kun bo'yi men chaplashmagan bo'lsangiz, men allaqachon uning ismini jijivatgan bo'lardim. Rolin ustoz, xotirjam bo'ling. Bu yil Xiaoyan cho'qim o'lgirib keladi. U allaqachon 2 yillik daraja o'stirishga qatnashmadi. Meningcha kasimi bekor. Bu qitim daraja o'stirish soniga erishilganga yalgumpis ustlarining kuchi yetishini atayin. Rolin ustoz, Xiaoyan og'amni bo'sh chaqlab qolmangchi-mu? Ayni yilimi yalgumpis kuchi bilan qo'lingizda 20 qitim mang'aladi-ku. Undaq bo'lmasa, men uningga 1 yil ruxsat berib, meni olishga qarab turamdi. Xiaoyan, yilqi 2 yil ruxsat so'ragan, yeniya tushumi? Qit ko'rib baqay. Nimaga shu nersanglimni buncha seg'indirsan-kin? Shoya, ostan Xijoz zaminning ishki, xiyi cho'ng tuzlanligi. Ziyon qanotdan yig'ishtirib ol. Ha? Nimishqa? Xijoz zamini cho'ng quruqlikda nomi chiqqan qalaymiqan joy. Ziyon qanotidek bu xil uchish mahorati nihoyatda oz uchraydi. Agar bir kuchliklar buni ko'rib qolsa, osonla baloyi ofat olib keladi. Qaraganda bu o'lgur joyning qalaymiqanchilikda cheki yo'q-da. Ben faqat bu yerdan o'tib ketayotgan narsalarimni ozroq to'liqlab degan. Janoblari, bu qanday ish?
Acaba sen Hijav ziminiga endi kirgan o'ganga cho'qishmamsan? Acaba qabilaga kirishdan burun 100 metr nerida turib, yo'l haqi beradigan qoidani bilmamsan? Yo'l haqi? Bashirtilla, tez bo'l. Vaqtimni isrof qilma. Acaba yo'l haqini beramaydigan emassan? Nima degan g'alit qoida bu? Ishikni ichinglar. Kira. O'ganga soltak. Ha, kelinglar, ko'rib yiqinglar, ha? Kelinglar. Ha, kelinglar, yaxshi narsalar bor. Nima degan avvat? Başta yangi xarita ilishim kerak. Xayaq saqal bergan xaritada Xiv zimini cho'ng tuzlanligining aniq yo'li yo'q ekan. Yaxshi mal, kelinglar. Shuncha oylanib, biroq xarit sotadigan odamni ko'rmadim. Boms avtarab bir talimsini paqay. Birodarlar, bu sizlarning imkonlar. Hammamiz o'z odamlarga gapimiz chiroyliqcha deyishayli. Bundaq gapni oz qil. Narsining hammani menga topshir. Bo'lmasa hammanglar o'lisizlar. Men hozir yiroqlab ketdim. Qabiladan chiqib ketay deb qoldim. Men yo'l pulni topshirdim. Tilamchini yo'lga solamdan. Bo'ldi, ket, ortiq ishga aralashma. Ha, kechiringlar, men hech nimani ko'rmadim. Og'a. Soltak, naq borsan, ha? Bugun ta'lim yo'q-ku. Yeningdagi narsalarning hammani topshirsam, seni o'ldirmayman. Agar xohlamasam-chi, Jinondan to'ygan o'xshamabsan, ha? Hammanglar chiqinglar. Taqsir to'xtab turing. Baymanga cho'ng yordam qildingiz uchun bo'lmasa oqibatini faraz qilmoq ta'sidi. men faqat o'zimni qo'g'didim. Taqsir to'xtang. Qarsam yoshkansiz, sizni bir qadar sharob ichishga taklif qilay. Kechiring, yo'lga chiqmasam bo'lmaydi, vaqtim yo'q. Taqsir, xiyin balığı var, siz qo'dayman. Siz qanday bildingiz? Yaqinda xiyin balığı kim ortiq qilib setish kengashib bormoqchi. Bu yerdan o'tgan kishilarning ko'pinchisi shu yerga ozroq qimmatli narsalarni og'il bordi. Qanday xatoparas qilmagandim men. Taqsir, bilmasligingiz mumkin. Bu xiyu cho'ng tuzlanligida doim qor bo'ron chiqadi. Agar uni uchrab qolsangiz, yo'ldan ezib qolasiz. Bo'lmasa, men sizni koronimni muhofazat qilg'ash, biz bilan birga minishga taklif qilay. Ondan bir muncha yo'l minib yurmasingizmi bo'ladi? Uning bilan birga ming. Meningcha u odatdagi savdogar. Shunday qilsang biz ozroq kuchimizni ayab qila olamiz. Hamsa, ma'qul. Undaqda hamkorligimiz ko'ngildek bo'lsin. Ismim Doma. Kechiring yo'yan taqsir. Boya sal oldirash bo'lib qoldim. Sizga Xijovning ahvolini oddiy qilib so'zlab beray. Bu ya'ni nurg'un kuchlar besib yotgan. Bu koronimiz bordigan joy, xiyin balığı. Xiyin balığı Canan Shoyanning yenida bo'lib, uni boshqa mazifa deydigan ko'ni kuchlar kontrol qilib turdi. Ularning atamani Yuanyining qora kuchi tizimlikdagi oldingi 10 ning ichiga kira oladi. Qora tizimlik? O Xijov zimindagi kuchlarning rad tartibi, lekin raqobat nihoyat kuchli. Tizimlikning ichiga kirish oson ish emas. Undaqda hozirgi qora tizimlikning oldingi natijasi qanday qadamda? Bu uning birinchi ikkinchishlari nihoyat sirliq. Men faqat 3-odamning nihoyat qoltisligini bilaman. Anglashlarga qaraganda kuchi burun palak ordusida yuqori pallaga chiqib ekan. Yana do'rt tanlash mahoratiga pishgan. Ismi Yao Huang ekan. Yao Huang? Bu taxallusning nihoyat salmog'i bor ekan. Uning haqiqiy ismi nima ekan? O'ylab boqay-a. Ismi Han Fenghu deyman. Ustoz, nima bo'ldi? Yo'yan burada. Sizga bir ish bo'lmagan. Hech yo'q. Siz burun degan hiliqi kimor tiqilib setish majlisi. Chatoq bo'ldi. Qor bo'ron keldi. Tez to'xtanglar. Tez, bir joyni tep yo'shirni veringlar. O'tirib boraylik. Chatoq bo'ldi. Qor bo'ron keldi. Tez bo'linglar, tez.
Tez, qo'rchi o'tinglar. Tez, arvini muqimlashtirib, otni yaxshi bog'lab, mallarni chingtinglar. Keldi. Tez yoshiringlar. Mallarni chingtinglar. Tez yoshiringlar. Chingtinglar. Heliqi narsa keldi. Soltak tez yoshiringlar. Ustoz, nima narsa keldi? Ya haqiqiy kema. Ustoz o'xshash arvohdan ekan, lekin faqat arvoh kuchi darajasiz bo'lsa kerak. Sen zot kim? Sen bilen adamın bombasını yemiş ki beni öldürmekçi bunu sen. Cenini tikip koydum. Beni koyuvet. Hayat vaqtında her qancha küçük bolsaqmı, lekin faqat arvoh teniga aylansanglar, mening arvoh qasrimning o'jisiga aylasan. Deni emasken. Ustaz, uzadı kim? Ha? Bu sol teknize. Qaraganda xayin baliqiga chuqlamoqchi o'xshamamdi. Lekin tunukungi zoti qandaq narsa? Nimish u paydo bo'lgandan boshlab ustoz gap qilmay turibdi. O'ylamabdiman. Qaraganda u soltaklarning qo'li allaqachon jamoa imperiyasiga so'zilgan o'xshaydi. Ustoz, oxiri gap qildilar. U soltaklar qandaq odamlar? Soltak. Asli ba'zi ishlarni sen texmi kuchli bo'lgandan keyin ondan deb beray degan edim. Lekin o'ylamgan yerdan bugun ular mening izimni bayqayapti. Mening burunqi planimmi yo'q bo'ldi. Chunki buning keniga chetiladigan kuch bakli cho'q. Buni yullan mazhibi bilan selishtirg'ili bo'lmaydi. Hatto menmi ilojsiz. Shundaqdimi yana bilging bormi? Ustoz, davaslar. Gerçi o kişinin qanchalik kuchli ekanligini bilmasam, lekin shundoq demoqchimanki, men sizning shogirdlari. Bu tannimi sizlar menga bergan.
Yaxshi, men yovchin darvaqa odamni xato tanlamabdiman. Yovchan? Bu silning burun qismlarimi? Soltak. Esimni qilishcha burun men sana g'oyat zo'r yalgumsi cho'ng quruqligida kuchliklar intayin ko'p. Shundaqla nurg'un g'alit kuchlarni barliq keltirdi deganim esimda. Arvoh qasri mushlarning ichidagi birsi. Ular ajoyib kuchlik ham sirliq. Yana kelib maxsus mendak teni o'lgan, lekin alayda kuchlik bo'lgan tirik arvohlarni his qila oladi ham o'ltirdi. Ayni yili men ta'lim kelib, ularning qo'rshab o'ltirishidan qochib qutulib, muloyimlik bilan tavlangan qora uzuk so'qinib kirib oldim. Shunga bugungacha hayot qoldim. Men butun vujudim bilan qayta hayotga erishishni o'ylab, ularning ishik oldiga kelishidan asirdim. Albatta, hal qiladigan azroq ishlar ham adovatlarim bor. Ustoz Xotirjam boslar, men amalba tezlikda g'ayri yaqinga erishib, sizning tanlarini tavlab chiqaman. Faqat sang'ili qarashliq bo'lib qoldi. Men yana paydo bo'lsam, ular o'rnimni bilib olsa, ikkimizning hayoti xavf ichida qoladi. Kuch. Men kuchga muhtoj. Nerturosh! Nerturosh! Nertur! Ha, qonliq mazibidiklar kelibdi. Men qanchlik o'qildim. Ha, qiyin balqi kelibdi-ku. Yuringlar, ishga kiraylik.